Berang nimaga 74 ming, 75 ming sotgan xonasingizni 70 mingdan beraverasiz? Skidka qilardik. Skidka bo'lsa skidka, mana shu xonadon sizlarga 70 mingga beraveramiz. 4 xona plus oshxona bo'ladi. Men kafelarni ko'rasizlar, chiroyliligini. Xo'p, kirganimizda yangi kelin tushirmoqchi bo'lsangiz, bu yoqda spalnisi bo'ladi, o'zini sanuzelga ega. Ko'rishingiz mumkin. O'zini sanuzelga ega. Xo'p, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin bu yoqda bitta zali yoki detskiy xonasi bo'ladi. Xo'p, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin chap tomonimizda yo'lini ko'rasizlar, chap tomonimizda ko'rayotganingizdek bu yoqda ham bitta spalnimiz bo'ladi. O'zini sanuzelga ega, qo'liga qaragan oynalari. Xo'p, bu yoqda kuxnasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, havo aylanadigan joylariga ega. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin chap tomonimizda sanuzelimiz bo'ladi bizani. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoq akkuratni chiroyli kafelardan qilib qo'yilgan. Bu yoqda bitta katta zalimiz bo'ladi. Orqa hovlisi, bu yerda ham orqa hovlisi. Bu xonadonni sizlarga 70 ming dollarga beramiz. Lakasiga keladigan suv toshmi bo'lsa, 4 kilometr kirganda Pobeda gaz ko'cha joylashib, bu xonadonni kim yiqilsa, mana shu pastiga navbat telefon qilib, tez baraka qo'ramiz, akam.